G'ilaylik shunday narsaki, xuddi ko'zini ko'rishini yaxshilaganday bemorni xursand qiladi. Bizda asosan katarakta, lazerni korreksiya, glaukoma hamda g'ilaylik eng ko'p qilinadigan profilimiz. G'ilaylik bo'yicha ko'zni tashqariga ketadigan g'ilayliklarni ko'pincha bitta etapda o'zi to'g'rilaymiz. Ya'ni bemor bugun qilindi, ertaga ko'zi chiroyli to'g'ri bo'ladi. Xuddi shunday bemor keldi. Bir necha yillar davomida uyalib yurgan ikkita ko'zida 3 ta mushakni to'g'rilab berdik. Bukunusdan уже g'ilayligi to'g'ri bo'ldi va bemor boshida biroz muddat, bir hafta, 2 hafta ikkita ko'rib turadi. Undan keyin u ham o'tib ketdi. Hozir bemor juda ham xursand. Binokullarni ko'rish shakllangan, ya'ni avval bitta ko'z bilan ko'rib, ikkinchi ko'z qochib turardi. Yo chap ko'z bilan ko'rardi, o'ng ko'z qochardi. Shunaqa. Hozir endi ikkita ko'z bilan bemalol odamning yuziga qaraydi. Odamga boshni ko'tarib, yelkani ko'tarib uyalmasdan qaraydi. Avvallar mana bunday qilib turib yoki mana bunday qilib turib g'ilaylikni yashirib qarashga harakat qilib yurgandi. Endi hozir ko'rsangiz xursand bo'lib bemalol ikkita ko'z bilan yuzini tik qilib ko'rib yuribdi. Agar sizda ham shunaqangi muammolar bo'lsa yoki tanishlaringiz boshini egib pastga qarab g'ilaylik bilan yurgan bo'lsa, albatta ko'z nuri klinikasiga murojaat qiling. Bizda jamoamizda g'ilaylik bo'yicha alohida gruppalarimiz bor. Ko'zingizni to'g'rilab beramiz inshaalloh.